Hamma kutgan yangilik, yangi davr, yangi kuch, Kia K3. Bundan oldingi videolarimizda ko'pgina mijozlarimiz kommentariyada Kia K3 modelini xohlashgan edi. Endi bugun siz bilan yangi Kia K3 modelini batafsil to'lov usullari va pozitsiyalari, narxlari bilan tanishib o'tib ketamiz. Yangi modelimiz Kia K3 4 ta pozitsiyadan iborat, narxlari 219 million 900 mingdan boshlanadi. 4 ta pozitsiyadan iborat 299 million 900 minggacha. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamiz 239 million 900 ming, uchinchi pozitsiyamiz 269 million 900 ming. Ko'rib turgan modelimiz Kia K3 bu eng full pozitsiyasi hisoblanadi, ya'ni Digitline pozitsiyamiz narxi 299 million 900 ming so'm. Xo'sh, 17 razmerli quyma sakadiska balon, yangicha dizayn, slipoy zonalari, lyuklari, xo'sh, salon ko'rinishi ichkarida esa kojani salon. Mashinamizda polasa kontrol, cruise kontrol, klimat kontrol, slipoy zonalari, 180 gradusli kamera, 12.3 dyumli monitorlari, klimat kontrollari sensorli bo'ladi. Sden abagrev, rul abagrev barcha funksiyalari bor. Orqadan ko'rinishi ham ancha keng. Orqada o'tirgan odam batafsil ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina qisilmasdan maza qilib ketsa bo'ladi. Uzoq yo'llarda qiynalmaysiz. Skamenkasi orqada o'tirganingizda ham tikka emas. Orqa tomondan ko'rinishlari. Bagaj sig'imi keladigan bo'lsa agar anchagina katta, 500 litrdan oshiqroq ob'yom bagaji bor. Kia K3 yangi modelimizni hozirgi vaqtda naqdga yoki avtokreditda xarid qilishlaringiz mumkin. Xohlagan 4 tala pozitsiyangizni ham kelib shartnoma asosida Vlad Auto City'da joylashgan Kia Buxoro avtosalonidan o'z nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin. Xo'sh, farqlari qanday deyishingiz mumkin? Birinchi pozitsiyamiz mexanika hisoblanadi. Narxi 219 million 900 ming. Ikkinchi pozitsiyamizdan boshlab avtomat korobka, narxi 239 million 900 ming. Uchinchi pozitsiyamizda esa o'sha lyuk, abagriflar, rul abagriflar, xo'sh, quyma sakadiska razmerlar 17/1.6 atmosferli motorlilar bo'ladi. Digitline pozitsiyamizda esa ko'cha salon, polasa kontrol, slipoy zona, shunga o'xshash funksiyalar bilan farqlanib boraveradi. Xo'sh, hozir sizlar bilan birma-bir pozitsiyalarni grafiklari bilan tanishib o'tib chiqib ketamiz. Xo'sh, Kia K3 modelimizni birinchi pozitsiyasi narxi 219 million 900 ming bo'lsa agar, siz boshlang'ich atigi 25% ni to'lab, qolgan narx 60 oygacha kreditga xarid qilishingiz mumkin. Bu degan oylik to'lovi 4 million 840 ming so'mdan chiqadi. Agarda siz boshlang'ich to'lovni 50% ni to'lov qilsangiz, oylik to'lov atigi 3 milliondan, bu deganiki gidetda $250 kelyapti oylik to'lovi. Boshlang'ich to'lov atigi 100 million so'm, 110 million so'm qilsangiz bo'ladi. Agarda siz avtomat korobka olish xohlasangiz 239 million 900 ming, boshlang'ich 50%, 119 million 950 ming so'm, qolganini 60 oyga 3 million 381 ming so'mdan to'lov qilib borsangiz bo'ladi. Xo'sh, kelinki siz yo'q, men full pozitsiyasini olmoqchiman, Digitline pozitsiyasiga qiziqishim baland desangiz agar, narxi 299 million 900 ming, 50% 149 million 950 ming, qolganini 5 yilga 4 million 200 ming so'mdan to'lov asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlagan pozitsiyalaringizni boshlang'ich minimum 15, 25, 30% to'lab 5 yilgacha imtiyozli avtokreditlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Mashina o'z nomingizga rasmiylashtirib beriladi. Xo'sh, Vlad Auto City'da joylashgan Kia Buxoro avtosaloniga tashrif buyurib, siz Kia K3 modelini tekinga test drive qilib yoki boshlang'ich to'lovga pulim yo'q desangiz agar, o'zingizni haydab yurgan eski avtomashinangizni keltirib bizlardan tradinglarimizdan foydalanib, ya'ni o'zingiz avtomashinangizni topshirib, qolganini masalan 5 yilgacha, 3 yilgacha o'z xohishingizga grafikni moslab olib
to'lov qilib o'z nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Xohlagan Kia K3 modelimizni yo'q, men masalan masofa uzoqroq bo'lishini bilmayman, uzoqlik qiladi desangiz agar, pastda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqib, grafiklarni, lokatsiyalarimizni batafsilroq bilib olishingiz mumkin. Keyingi videomiz qaysi model haqida bo'lishini kommentariyada like belgisi bilan tasdiqlab qo'yishingizni tilab qolamiz.